بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم عزيز جماعة المسلمين عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه أبو هريرة رضي الله عنه دان رواية قلنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم جبرائيل menga qo'shni haqida shu qadar tavsiya aytdiki, hatto uni merosxo'rim qiladi deb qoldim dedilar. Jabroil alayhissalom qo'shniga yaxshilik qil, muruvvat qil deb payg'ambarimiz alayhissalomga juda ko'p ta'kidladilar. Mana shu ta'kid ko'pligidan payg'ambarimiz alayhissalom qo'shnidan meros olarmikin, kelajakda ish shunga yetib borarmikin deb o'ylab qoldilar. Bu narsani o'ta muhimligidan Hazrati Jabroil alayhissalom payg'ambarimiz alayhissalomga ta'kidlayaptilar. Hazrati Jabroil alayhissalom esa bu buyruqni Alloh taolodan olgan. Mana shuning uchun qo'shnilarning bir-birlaridagi haqqi ziyodaligi shundan. An Abdullah ibn عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الأصحاب عند الله عز وجل خيرهم لصاحبه وخير الجيران عند الله عز وجل خيرهم لجاره. عبد الله ibn Amr roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Nabiy alayhissalom Alloh azza va jallaning huzurida do'stlarning eng yaxshisi sohibiga ko'proq yaxshilik qiladi deganidir. Alloh azza va jallaning huzurida qo'shnilarning eng yaxshisi qo'shnisiga ko'proq yaxshilik qiladiganidir dedilar. Do'st ulfatlariga ko'proq yaxshilik qilganlar Alloh azza va jallaning huzurida do'stu ulfatlarning eng yaxshisi bo'ladi. Qo'shnisiga ko'proq yaxshilik qilganlar esa Allohning huzurida qo'shnilarning eng yaxshisi bo'ladi. Do'stu birodarlar bor, qo'shnilar bor. Qaysilari Allohning huzurida martabam, obro'yim ziyoda bo'lsin desa, do'stlariga yaxshilik qilsin, qo'shnilariga yaxshilik qilsin. Ana o'shanda Allohning huzurida martaba, obro', daraja ziyoda bo'ladi. Aksincha bo'lsa nima bo'ladi? Alloh saqlasin, aksincha bo'ladi. An Nafi ibn Abdul Haris qala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam min saadatil mar'il muslimi al maskanul wasi'u wal jarus solihu val markabul hani'u. Nafi ibn Abdul Harisdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keng maskan, solih qo'shni va yoqimli markab musulmon kishining saodatidandir dedilar. Hozirgi hadisi sharifda Nabiy alayhissalom musulmon kishining saodatiga, baxtiga sabab narsalardan 3 tasini aytdilar. Dar haqiqat dunyo hayotida mana shu 3 ta narsa insonning doimiy ehtiyoji tushib turadigan narsa. Mo'min musulmon inson uchun yaxshi, qulay, keng turar joy uning baxtidan. Istagan paytda tahorat oladi, xohlagan paytda g'usl qiladi, istagan paytda namoz o'qiydi va hokazo. Ikkinchisi solih qo'shni. Solih qo'shni ham baxt va saodat omilidir. Qo'shni har doim siz bilan birga, ertayu kech qo'shni bilan muloqotda bo'lasiz. Alloh asrasin, qo'shni har kuni janjal qilib tursa, tinchlik, xotirjamlik yo'qoladi, turli fitnalar ko'payadi, hayotning mazmuni kamayadi. Uchinchisi rohat beradigan yoqimli markab. Markab ham shunday, u sizning xizmatingizga doimo tayyor. Istasangiz o'zingizni, istasangiz yukingizni olib boradi, manzilingizga yetkazadi, uzog'ingizni yaqin, og'iringizni yengil, mushkullaringizni oson etadi. Shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 ta narsa
baxtu saodat namunasidir dedilar. Anil Hasani qol Rasululloh sallallohu alayhi vasallam man kana yu'minu billahi val yawmil akhir falyukrim jarahu. Hasan Basri roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Payg'ambarimiz alayhisalom kim Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan bo'lsa, qo'shnisini hurmat qilsin dedilar. Shuning uchun siz va bizlar doimo bu nasihatlarga jonu dilimiz bilan amal qilib, qo'shnilarimiz bilan yaxshi munosabatda bo'lishligimiz kerak. Aytilgan mav'izalardan Robbimiz hammamizga yaxshi manfaatlar bersin.